Hozir juda ham ko'p murojaatlar bo'lyapti. Savol: eskicha yaxshimi, lazerni yaxshimi? Men bilmayman kimlar gaplashganligini. Traditsionniy, meditsinskiy, yangicha, eskicha juda ham ko'p savol berishadi va qaysi birini tavsiya qilasiz, qaysi biri yaxshiroq, eskichami, lazermi deb. Keyin har bittasiga boshdan bitta tushuntirib o'tyapmiz. Lazer nima u? Yo'q narsami lazer, bor narsami, eskicha qanaqa, traditsionniy nima o'zi? Hammasini bitta ma'lumot berishimizning negizi mana shu noto'g'ri ma'lumot. Ya'ni men qo'rqmasdan gapiraman. Shuni eskicha lazer demasdan boricha termonoj, elektr pichoq desa, misol uchun mana men hozir misol keltiramiz-da. Lazer demasdan to'g'risini aytaman, Allohga shukr, xatnamiz ko'p, har kuni xatni qilyapmiz. Men aytaman-ku, lazer emas deb. Shu qolganlar ham shuni lazer demasdan, shu marketing qilib, lazer xalq tilida lazer demasdan, shuni nomini to'g'ri etib, termonoj, elektr pichoq, mana shunaqa deb tushuntirilsa, patsient po-любому bo'ladi. O'shaning uchun to'g'ri ma'lumot berishga harakat qilishimiz kerak. Nimagaki xalqimizda to'g'ri endi bu logichnada fikr paydo bo'ladi. Qaysi biri o'zi yaxshi, eskichami, lazermi? Nima uchun lazer? Lazer qanaqa? Nima qilinadi? Shu savollarga javob berib vaqtim o'tib ketib qoladi. Nimaga? Sababini o'zingizlar ham tushundinglar.